alaykum muhtaram kitobxon. Biz Marg'ilon axborot kutubxona markazi xodimlari har oyning 17-sanasini ona bola kitobxon sifatida nishonlaymiz. Bu kuni biz asosiy e'tiborimizni ona bola kitobxonlarga qaratishga harakat qilamiz. Ona bola kitobxonlarni shu kunga aytamiz, shu kunga chaqiramiz. Kutubxonamizga kela olmagan ona bolalarni oilalariga, xonadonlariga tashrif buyurib, ularga xizmat ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu kunda ona bola kitobxonlar so'ragan adabiyotlarni ularga tavsiya qilishga, o'sha adabiyotlarni ularga tushuntirib berishga harakat qilamiz. Farzandlari bilan birga kitob o'qiydigan kitobxonlarimizga bolalar adabiyotini tavsiya qilamiz. Onalarni o'ziga onalarning adabiyotini tavsiya qilamiz. Onalar o'qiydigan adabiyotlarni tavsiya qilishga harakat qilamiz. Men bugun sizlarga Obiddin Mahmudovning Farzandnoma kitobini tanishtirib o'tmoqchiman. Bu nafaqat ona bolalarga, balki kattalarga va bolalarga, hamma kitobxonlar davrasiga mos keluvchi hikmatnoma, odobnoma kitob sifatida tanishtirib o'tmoqchiman. Bu kitobda hamma narsa jamlangan. Bu kitob hikmatli so'zlar, maqollar, xalqimizning ibratli hikoyalari hammasini o'zida jamlagan kitob sifatida bu kitobni men juda ham yaxshi o'qib chiqdim. Shuning uchun bu kitobni bugun sizlarga o'qib tavsiya qilib bermoqchiman. Biz sharqliklar odatda ota-ona tarbiyasini, ustozni tarbiyasini birinchi o'ringa qo'ygan xalqmiz. Ota-ona farzandini tarbiyalar ekan, uni mukammal, komil inson bo'lishiga harakat qiladi. U bolani tarbiyalash jarayonida xalqimizning maqollari, hikmatli so'zlarini ishlatishga harakat qiladi. O'sha hikmatli so'zlar, maqollar, ibratli hikoyalar ta'siri orqali farzandini chiroyli tarbiya qilishga, ularga chiroyli tarbiya berishga harakat qilgan xalqmiz. Aynan bu kitobda, Farzandnoma deb aytilgan kitobda shu narsalarning hammasi jamlangan, shu narsalarga asosiy e'tibor, asosiy urg'u berilgan. Farzandni o'sha tug'ilganidan, tug'ilmasidan boshlab tarbiya qilish haqida, toki u mustaqil, komil inson bo'lgunga qadar bo'lgan hikoyalar, hikmatli so'zlar, xalqimizning maqollari hammasi jamlangan. Men bu kitobdan xalqimizning birinchi prezidenti Islom Karimovning Yuksak ma'naviyat va yengilmas kuch asaridan ozgina iqtibos keltirib davom ettirmoqchiman. Baxt va saodat faqat boylik, mol-u mulk bilan belgilanmaydi. Odobli, bilimdon va aqlli, mehnatsevar, iymon e'tiqodli farzand nafaqat ota-onaning, balki butun jamiyatning eng katta boyligidir, deb yozgan ekanlar Islom Karimov. Xuddi shuningdek, biz sharqliklar odatda ota-onani hurmatini qadrlaydigan xalqmiz. Ularning hurmatli so'zlariga, hayotiy xulosalariga quloq tutamiz, unga amal qilishga intilamiz. Azaldan ota va bobolarimiz komil ustozlar tarbiyada ushbu uslubdan juda ham ehtiyotkorona va mohirona foydalanishgan. Bularning natijasida bu amaliy tajriba asosida dunyo yuzini ko'rgan dunyo tamadduniga Muso al-Xorazmiy, Ahmad Farog'iy, Abu Rayhon Biruniy, Abu Ali ibn Sino, Imom Buxoriy, Al-Hakim at-Tirmiziy, Mahmud al-Zamakhshari, Najmiddin Kubro, Aziziddin Nasafiy, Abu Mansur Maturidi, Ahmad Yassari, Bahouddin Naqshband, Alisher Navoiydek yetuk allomalaru ma'rifat ahlini, Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi, Mirzo Ulug'bek, Zahiriddin Muhammad Bobur, Temur Malik kabi mard va jasur sohib Qur'on sargardalarini, noyob aql sohiblarini yetkazib bergan. Bu kitobda bunday purma'no so'zlar, shu katta kitobxonlar davrasiga mo'ljallangan juda ham aniq, chiroyli faktlar bilan yozib berilgan. Bu kitob o'sha oxirigacha shunaqa so'zlar, hikmatli hikoyachalar, to'liq ma'nosi to'liq tugallangan ozgina kichkina hikoyalar, maqollar, shunaqa narsalar bilan yozib borilgan. Bu kitob hamma kitobxonlar ommasiga to'liq mos keladi. Qadimgi mutafakkirlarimizning turmush kechinchlarini, muqaddas kitoblar, hadis va ibratnomuz fikrlardan har nimalarini jamlangan holda bu kitob
hamma kitobxonlarga tavsiya qilaman. Bu kitob Marg'ilon axborot kutubxonamizda mavjud. Kitobxonlar kelib bemalol foydalanishlari mumkin. Sizlarni kutib qolamiz.